Aldı bilen sizden şu tunup ösek tuncu qıtım istiqlal ekranında mekmelimiz olup durupsiz bilen. Şu aldı bilen sizni özünüzni bir qısqaça tunuşturursanız ve şu biz bir temamizga Buğraxan markasidan dedik. Şu vatanda özünüzni tunuşturuş bilen birge 96-yılı Uyg'urlar ichida tunji bo'lib qurgan şu kiyim-kechak korxonangiz Buğraxan kiyim-kechak pay şirketining qurilishini bir aqlam so'zlab etsangiz vatandan ichidagi masalalarni. Marhamat. Bo'ldi. Әмсе aldı bilen men şu İstiqlal Tor televiziyasidagi barliq xizmatchilarning yillardan beri shunchalik o'zinglarninki fidokorlik bilan qilayotgan shu xizmatlaringlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. O'zimning atrofimdagi Uyg'urlar nomidan. Rahmat. Chunki bu Uyg'urlarniki hozirgi dunyodagi hamda nihoyatda kuchli Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'ayotgan bir media bo'lib qoldi. Onu hazır özümden sözümü kesem. Bu Buğraxan kiyim şirketi elbette vatandaki şu 96 yıllık şu vatanın vaziyeti qarab turib o'tirib chiqargan bir ideya hamda bu. Çünkü 96 yılları Uyg'urlarning g'ururina aytib kuchlanib 83 yılı Xitoy ishni ichib etgan bo'lsa, bir turli ham ziyolilar yetishib chiqib, bizmi shu ziyolilar oilasida yetishgan endi. Mening uyim Abdülmalik Yaşlar neşriyatı'nınki korosu da çoğun boğan değil mi? Şu Uygurlar tarihi, Uygurlar kitap şu bizim dadam işlediğin idareden çıkan. Dadam rahmetli ko'p ketdi. Dadamın ismi Roz tuttu. Anamın ismi Ayşem Kerim. Ben Ürümçi tuğulgan bilen benim tigim Xoten Keriyedinçi. Bizim tigimizin sürüş çıksa salvalar dep, salva telpekler dep koyduken Saudi Arabistan'da mı şu salvat telpeklerinin evlatları badep anladım. Tukada anamcık deydiğen berip tukadımlar bilen köşüp kısmınız idi. Məlum sahibine yerlere baramadık. Demekçi boğunumuz tigimiz nahiyeti çın milli irade, milletçilik bilen çoğun boğaçka ailemizin terbiyesi bilen. Hoş. Şu 96 yıllık şu vaziyet bir hesapta nurgun ziyarlarımız yetişip çıkıp Uygurlarının kilacı gücün bir işlarda mesela intilib atқан болса, yana bir jihatdan bulg'un uchun bo'lganda 83 yilda ishni ichib o'tgan bo'lsa, bir 10 necha yillik taraqqiyotda Hoş. kiyim bo'lsin kiygan o'xshaydi deb Uyg'urlar andan keyin shu bilibmi qizlar qisqa yo'q kiydigan. Nihoyatda chakana. Shu vaqtlarda esingizda bo'lsa, balkim nihoyat qisqalik maydalar o'choq bir-birini kiydigan bo'lib ketgan. Unda bo'lgandan keyin endi shu vaqtda biz ham qanday qilib hem Uyg'urlarning madaniyati saqlab qoldilar. Hem kelajakda bir o'zimiz marka bo'lib, bir tonildigan, hem o'lmaydigan bir shirkat qursak deb shu vaqtlarda Guangzhouda ko'p turgan, Guangzhoudan Xitoyning iqtisodiy markazi bo'lg'achqa shu kiyim-kechak sohasida nurg'un shu taraqqiyot shu bo'ldi-da. Shu Foshan deydi, Santo deydi, Guangzhouda chiqib turib izlenip hem özenli uşaq ticaretler bilen şoğulunub, nurgun tecrübelerini yekünlep, andayken Ürümçi'ge hem de o vaxtlarda köplügen yaşlarımı şu xroyun çekip, onu bunu kılıp, puldar ballacıkları bilep ketken vaxtlar çoğu. Yakın bir ağabeynem bilep ketken. Ondan bunu ben közde tutup, bu milletin kuldumsak bulmaydıken dep, özem andayken tapkan pullarımni nima qilaman degan o'y bilan endi o'zim yaxshi bir loyilab endi oxiri bir kiyim-kechak zavod qurib boqay. Endi o'sha Xitoyning markalarini haq oladi ekan, bu Uyg'urlar chiroyli bir yashil kiyim tiksak cho'qim oladi-ku. Hem o'zimizni taraqqiy qildiramiz, hem millatni deb andan shu Abdumrayliq kiyim loyilash kiyim-kechak shirkatining bir Abdursuzun deb bir ustoz bo'lgan. O siyosiy kengashning hayiti edi Uyg'urlar Abdumrayliq. Shu odamni ustoz tutib Andan keyin şu tarixdagi şu Uyg'urlarning naqshlarini, şu adlas, bu o'xshamagan tipdagi şu Uyg'urlarning qo'l hunar san'atini tatib chiqarib, u odamning jiq arxiv bor ekan. Ana hozirgi uslubda, zamonaviy uslubda buni ishlab chiqarib, yangi rang kirgizib, jonlantirib, buni şu Uyg'urlarga bir xos keladigan hem zamonaviy hem an'anaviy ikkisini birlashtirgan asosda bir ish qila olamiz deb
96 yılı mesela ben bu işini başlagan bolsam 10 ay içinde şu Abdumraylık ikki qurultay, bir qurultay, bir siyasi kengash yig'ini. Hem siyasi kengash yig'inida hem qurultayda şu Abdumraylık'nki rahbarlarının bazıları milletperver, vatanperver adamlar var. Şularning himoyasida Uyg'urlarning o'zga an'anaviy kiyimlari bor deb aşağıda ko'rgazma qilishga muyassar bo'ldimda. Jiq boshqalar qo'lladi. Xo'sh. Yani addisi şu devletten, Xitoy davlatidan şu Uyg'ur Abdumrayonning keyinda qolgan korxonalarga yordam beradigan şu İsmoil Ahmed 1 million pul tasdiqlab bergan Beijingdan. Shu pul Abdumrayonlik yenik sanoat idorasi kelganda shu taqdi ekan u pulni. 20 million taqdi ekan, shu 20 milliondan 1 million pulni şu bizning Uyg'ur korxona Xitoy berishga ko'z qiymadi-da. Şu bir Abdumrayon degan bilan keyin bu kirgan sir bu ishning tigini tushundik-ku. Xo'sh. Şu Xitoydan bergan şu 20 million pulni şu Abdumrayonlik şu yenik sanoat idorasi kelgandan keyin bu pulni jibit ekan, bo'lib ekan. Ya Bintuanning korxonalari ya u bu qilib bir ishga Uyg'urni qo'chaq qilib qo'yib, Xo'sh. endi shu pulni yeb tugatdi ekanda. Demakchi bo'lganim endi shu jarayondagi endi shu o'zim kuchim taynib qildim-ku. Endi hukumatdami meni qo'llay deganlarningmi endi ataqda ismi bor, ammo qo'ldan bizga bir yordam bermadi. Ammo butun kuchim bilan shu g'oljining bo'libmi isl boylari pul ketadi bu ishga. Yaponiyadan 3 kunga kirdim. Bütün g'oljining boylari shu 20 mingdan 30 mingdan men shirkatda bo'lmasammi kelib men g'ayrat cho'ng ish qo'yibdi buning bir yordam qildi deb aşağıda singlimningki nim bo'lgandan buxgalter. Singlimga tashlab qo'yib nim qilgan nurg'un hikoyalar bor. Uyg'urlarning shu qadar o'sha bir Xo'sh. xuddi bir beliq suvga ehtiyoji bordagidek bir-birini qo'llash bir vaziyat yaxshida o zamonlarda. Endi gapning qisqasi endi şu kiyim kechaklarni endi ishlab chiqarishdan toki şu qurultayninki siyosiy kengash yig'inining ko'rgazma kirgizish shu davol bosqichda ba'zi qiyinchiliklarmi bo'ldi hamda nurg'un utuqlarmi bo'ldi. Hattoki şu Buğraxon deb o'sha vaqtlarda endi bu meningki oltin ranglik tugmalarga o'xshash hamda shu ustiga ne harfni Buğraxon deb ustiga chekit qo'yib aşını bir ayıltızlık kılıp şekilde ifadelagan-da biz. 5-6 türlü tügmen var. Ya ayıltız. Ne harfini daha çıraylı kılıp. Yani bunu Xitoy bilmeydi de aşı qurultayning yig'inida o kelib bir Uyg'ur endi. Mencha şu quloq mekin dedim Xitoyning quloqi. Bu acaba bu ayıltız o'xshaydi ekan bu. Bu şu burungi şu Sharq Turkiston G'oljida qurilgan shu jumuriyatning nimasiga o'xshaydi ekan bu deb ashlanadi. Shu men ham yerda albatta o'zimni o'tib turishni nima qilman yerda gap deyilmaydi. Birisi men chekyapman, sinatam deb men xapman, men buni tushunmadim. Ham bu tugma yumaloq bo'lgandan keyin buni ham o'ztaqa shaklda bunday ilingan narsa men uni ortig'ini men sizga birim demayman shunaq layligan buni deb javob berdim. Demak, aşağıdaki birinchi meniki endişik sağanı şeyden başlanğanda hamda çünkü ularning ichida nurg'un ko'ni askarlar bor ekan, o'zimizning ajburun jumuriyatli qutilish urushidagi nurg'un askarlar bazanlar ko'rib ko'zlariga yosh olgan bo'ldi. Ekranda ko'ringizdagidek shu Abdumrayon butun rahbarlarning hammasi bor, hammasi ko'rdi. Shu san'atchilardan Pasha Aysam şu hammasi imzo qo'ydi zaten. Shu men dedim abi bu xalqning ehtiyoji yo'q ekanda bu Uyg'ur Abdumrayon degan bir ism bo'lgandan keyin aşağıdaki rahbarlarmi hech bo'lmaganda azroq bo'lsin qo'limizning kasbi Uyg'urning ishini qo'l tiqib qo'yli deb shu basbasda bir Xitoyga qarab qo'ymadik. 60 Vanlochen degan Xitoymi yenimizda o'tab ketdi. Ya biz berib qo'shamat qilib mana bir imzo qo'yib turing demidik. Bintuan Siling bu degan yerdan chiqib Abdumrayonning muavin rais bo'lgan bu Wang Yusan degan bir Xitoy o'zi qilinlik qilib yenimizni kivilib voy bu milliy korxona ekan men bir imzo qo'yib turay deb kelib birimlarni qilgandan keyin ham biz amal yo'q qalam qog'oz tutib berdik, yezib qilib berdik. Qolgan hamda %99% Uyg'ur kadrlarda. Demakchi o'g'lim hamda shu ko'rinish shu hamda butun hamda bir o'zingiz bilasiz men 23 yosh vaqtim bor. 23 yoshga kelgan bir odam tarixdagi bir sultonning ismini Sulton Buğraxon
Şu vaqtda Seyfin Aziz 1 million pul xərcləb aşının qəbrisini yasagan. Şu arlıqda Seyfin Aziz endi biz bir hesabda o adamni xoin deymiz. Əməliyyatda biz şu vaqtdan paylanğan bu adamdan. Əlbəttə satqan deymiz. Endi o Ahmadcan Qasım Arıplanda suiqasd qilgandan keyin aşda qo'shaq lozim bu. Xitoy paylanğan bu adamdan. Ammo oxirgi davri oltin qapaz emasmi deb yozgan she'rlar orqali nurg'un Uyg'urlarning yesdashligini ilish uchun bu odamni xuddi men Bug'roxonni qursam ma'lum boshliqlar orqali men bilan Beijingda bir ko'rishsin degan Beijing bir ko'rishganman. Bu Van Shou'lu 15-numurluq qori shu Seyfin apandimning turdigan uyi ekan. Van Shou'lu deydi Xitoycha 15-numurluq qori. Berib hattoki ayimiz Aziz hadimiz şu Xitoylarni şu Xitoylarning şu 49-yili 51-yili masalan Sharqiston Cumhuriyati amaldan qoldirilibdi ekan. Xitoyning şu xalq gazetida hattoki Azadlık gazeti bilan xalq gazetida Sharq Turkiston Cumhuriyati amaldan qoldirildi deb bu shirkat bo'lmasa deb shu Seyfinazning ayolning degan gapi bor. Mana shu gaplarni qilib bergan shaxsiy paranlarda hamda. Ular yana shu Cumhuriyatdan nima qilganiga shu ayoli erga qaraganda ochiq gap qila oladi ekan-ku. Wang Jin degan Xitoyning bundan manqaqqan shu masalan Xitoyning askarlari cho'xaylar puti chiqib qolgan, bizning milliy armiya degan butun o'taklar putida par paqirab turgan deydi. Shu Urumchining keyin shu Beymin degan yerda ko'rishgan vaqtida bizning armiya degan shu shundoq shu yani titirtib oyoqning chami bilan urib kelgan bo'lsa, Xitoyninki askari kelgan vaqtidami bir ovoz sesmi chiqmagan debda, ashta o'zini tushuntirib ya oqladimi, ish qilib mening ko'nglimni ilish uchun demakchi o'g'lim shu Bug'roxon degan shu ismga marka qilganimga ashlam shunaq havas qilgan demakchi endi. Ya'ni Xitoyninki G'ayratjon. Shu Xitoyninki sizning bu ishlaringizga boshda butun amaldorlar, Uyg'ur amaldorlar shunda qo'llab qilib andikin shu boy qilishdan keyin andikin bu at ustidagi bir filmdimi baki mesela shu Bug'roxonninki bir e'lon ishlangandan keyin butunlay Xitoyninki tarafdan cheklimiga uchirganligini men bildim ham. Shu jarayonni keyin qanday olib taqilib ketdi qisqa qilsak chunki 5 savollarim bor. Program tugmay qolmasin yana. Bo'ldi. Bo'ldi. Men shu bo'ldi. Men endi o'zingiz bilasiz, bir milliy hissiyat bilan milliy madaniyatimiz nuqtaga asos bir ish qilgandan keyin albatta buning bir yarışımlıq bir reklam bo'lish kerak bu. Xo'sh. Endi bu vaqtlarda bizning vatanning bu endi nima deymiz bundaq bir ekranga chiqdik bu atlarım yo'q ekan endi. Abdumralik Serik Ömekninki Turkmanistondan 2 tal at nima o'yin qo'yilgan 2 tal at balki yomon chiroyli. Onu anlab men shu ma'lum hamda do'stlarimning kuchi bilan shu atdan birini biz azroq pul berib o'g'irlikcha ochiq to'xtasak bo'ladi hamda shu oq ish bilan hamda. Açıkıp endi shu Turpanninki issiq vaqtlarda bundoq dengizdek bir shovqin ko'rinadigan bir ko'rinish bor, haybatlik. Aşağıda Sultan Bug'roxonning shu otliq qalqonliq shu qilish bilan burut degan shundoq tushgan ashuna haybatlik bir nimasini ekranga keltirib shu Bug'roxon kiyim shirkati sizning tashqi go'zalligingizni go'zallik belgisi Bug'roxon ro'yi siz bilan bizni biriktirib mangu unutilmas maqsadlarga yetkazgusi deb at bir qiqiraydi, oldi putni ko'tardi. Bug'roxon deblar bundoq yonda qaraydi, nihoyat haybatlik. Bu ko'rinish hamda at qisqilan bu bir uzun reklam emas bu. Endi bu mezgil endi buni qo'yib bir 3-4 kundan keyin shu G'o'ljidagi voqeasi endi 97-yil kelimizga endi bir yilda taraf qilib Xo'sh. Shu G'o'lji voqeasiga to'g'ri kelib qoldi-da. Endi G'o'lji voqeasini qisqacha tushuntirsak, shu G'o'lji voqeasidan ba'zi bir to'y to'kin bu shu tashqi bulg'unish bu bo'g'ashqa shu Atlasda tunji to'y ko'ynaklarini biz chiqargan. Shu bitir Atlasni to'xtatgan men Xotanda. Hattoki sifatni yaxshi to'qiy olmay, hattoki Xitoyning Sujugu berib, milliy nima bo'yicha Sujugu degan markaz ekan bu Bijbekning. Sujugu bilan Vushig'i berib, men 3 ming metr Atlas to'xtatib kelganlar. Shunda chiroyli endi.
Unda bo'lgandan keyin shu g'uljuqi bergandan keyin endi bu to'ylarda aroq ichmay, shundoq milliy kiyim bilan bo'lib ketgandan keyin bu Xitoylarmi shoshib ketdimi? Endi g'uljuq muvafaqa chiqqandan keyin bu yerda birdan tashlangandek yerdagi ziyolilarni bir-birlab qirqitish boshladi-da endi. U Urumchiga kelgandan keyin u shamol. Andan şu meningki reklamamni ham Abdumralov televizion stansiyasi iqtisodiy gazetida u bu nimalardan bizning reklam bo'lgandan keyin Odil Ushur Abdushukurlar bizga reklam qilib qilgandan keyin bu g'o'ljidimi ular ko'chirib taqitib ekanda buni. Shu orliqdilar mushu bizning nimani ko'chirib taqatgan bir qizni hamda tutib ketdi deb angladim-chu. Birisini xabar nima qildi. Ham sizning bu reklamangiz sababchi bo'lganda qildi, siz ham yuqoridagilarni to'nigandan keyin bir telefon qilib qutuldirib qo'ysangiz deb. Sonra ben hem bu vaziyetten de kimga nima qilman deb hem de şu orliqda İsmail Ahmetga telefon qilib, işte bir qiz bor ekan, ismi palani pukuni, endi hozir desam bo'lmaydi ismini. Mushtaq tutib ketibdi. Desam bu Bug'roxon deganda bu sayfini o'zi imzo qo'yib, men imzo qo'yib Abdumralik 20 alayda mahsulotlar ishlab chiqish doirasi kirgizib, Xitoy davlatining mahsulotlar ishlab chiqish korxonasi kirgizgan bir korxona bo'lsa bu. Devlet siyaset bergen karkan tuz. Nima uchun sizni bunday qildi? Men telefon qilib, hozir unday qilaman dedi. Amaliyotda uning keyindan endi shu parani qilishib, ikki-uch oyning ichida men endi chiqib qoldim-da. O'zimning beshim kelganda bu odamlarga deydigan fursatim bo'lmadi. Og'izmadi-da men endi. Keyin-keyinlab keldi. Uni men hozir desam, sizning programma vaqtingizni o'tab ketadi. Shuning gapning qisqasi, bularningki ham biz qo'choq Koldan işim kelmeydi. Hissiyatı var. Çıray Uygur ameliyatı qarsanız bir nima deymiz endi. Bir qo'choq endi. Qo'choq amalda deymiz. Shuningga qisqartib bo'ladi. Shu vaziyat endi meni shu chetga chiqishga yo bo'lmasa Bug'roxonniki vayron bo'lishga sabab bo'lgan shu vaziyat endi. Tushundim. Her xil albatta sizning haqingizda ishlangan filmda deb turgandim shu. Nurg'un shu putlik aşağıdan chiqarib oxir sizni pasportni topshiradigan vaqtida yutiratim deb chetga qochib turgandim shu chetga chiqib.